Fotoğrafımızın abunəçiləri. Yine bugün bize işlerimizi şu halkımıza gözetiş için video alıp tutmamız iş jarayonini kesip tuttu. Obyektimiz Xorazm viloyati Xiva tumani Xiva shahrida bo'ladi. Bu obyektimiz 2 etaj uy. Birinchi etajning remonti yakunlanib qoldi. Xudo xolasa shuni sizlarga bir ko'rsatishga qarorat berdik. Ko'rib tursiz, qayta usulda remont qilingan, dizayndan baho beraverasiz. Magnitli tirek, paylash, profil qo'yilgan, tarafga televizor turadi, fonli jihozlanmalar. Obyektimiz bitgandan keyin fonli obzorini chiqaramiz xudo xolasa. Hozir ishni yorug'ini olib turibmiz. Bellarni ko'rsatilgan, yuksakardan ko'rib turishim hojat yo'q. Bu yerda yana parda joylarimiz standartida qo'yilgan, karnizlari. Hamma narsa joyida. Masalan, holini ko'rsatilgan, hol bor bu yerda. Bu holimizni ko'rgan holda ham qayta usulda qilingan, magnitli tirek, payashlar qo'yilgan. Bularning ko'p bahosini beraverasiz, qo'llab-quvvatlab like bosib turasiz. Bu yerda karnizlari bor. Standartdan qo'yilgan, yuksakardan qo'yilgan shikayat emas. Görüp turganımızın keyinki spalya yapıyoruz. Gelmeyenler keyinki spalya yapıyoruz. Bir de yine bak, ikilenci spalyamız olalı. Diyelim kayıtlı usulla konulanıyor. Antikin tirek, paylaş grubu, garantıyla koyulganlar. Restoranın görüp ayta veresi, babasına veresi. Bir de yine karnesi koyulgan. Bir de kimse kaldı düşertemez. 2 linyalı karnesi koyulgan. Olasında 2 kesi perde koyuşunuz mümkün. Keyinkiler sanuzil bo'ladi. Sanuzillardan ko'rsatamiz hozir. Yerimiz sanuzil bo'ladi. Sanuzillar ko'rsatib bering. Sanuzillarımızın bahosini beraverasiz. Qo'ldan kelgancha remont qilganmiz. Kuxnyasini ko'rsatamiz. Kuxnyasi bilan, kuxnyasi bilan ikchamli qilingan, lustralar qo'yilgan. Obyektimiz xudo xolasa yakunlanib qoldi, oz qoldi. Videolarimizni kuzatib qarasizlar, birinchi etajni bitgan. Keyingi videolarda ikkinchi etajlarni qo'yib beramiz xudo xolasa. Ikkinchi etajda ish jarayoni ketib turibdi. Qo'llab-quvvatlab like bosib qaringlar. Fikrlaringizni kommentariyada yozinglar bizlarga ishi. Bizlarga qiziq bo'ladi shu fikrlaringiz. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.